أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. alloh taoloning iltifoti bilan tafsirul jalolayndan sura baqaraninki 198 oyatga keldik. Bu oyatlarda oldingi soatlik darsimizda shu haj ahkomlariga aloqador oyatlarni o'qib o'tgan edik. Hozir o'qiydigan oyatlar shu hajga aloqador haj ahkomlari so'zlangan oyatlar. alloh taolo 198 oyatida deydi: Estaizu billah. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ilgirki oyatninki davomi shu haji ahkomlarninki davomi. Bu oyatda Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali rizq talab qilsanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganlik uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Ya'ni Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Yine leysa aleykum günahun degan yo'q, sizlarga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Shuki rizq talab qilishinglarda Parvardigoringlardan. Yine haj vaqtlarida, haj faoliyatlari qilayotgan jarayonda tijorat qilish orqali Rabbinglardan rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Bu oyat ularningki shu musulmonlarning shu chog'da haj vaqtida tijorat qilishni yomon ko'rganligiga raddiya berib nozil bo'lgan deydi. Faida afattum, agar arpatdan qaytsanglar, arpatda turib bo'lgandan keyin Allohni yod etinglar, Muzdalifada qo'ngandan keyin. Yine talbiya etish bilan labbayk Allohum labbayk deb talbiya etish, la ilaha illalloh deb tahlil etish va boshqa o'zimizning hojatlarini tilab duo qilish orqali Allohni yod etinglar. Nada desa Muzdalifadagi Mash'arul Haramda, u bir tog' deydi Muzdalifadagi, Quzah deb atilgan. Hadisda shundoq kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muzdalifada turdi, Allohni zikr qilib va duo qilgan holatda. Hattoki tong bek oqargan qadar deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Allohni zikr qilinglar, Alloh sizlarni hidoyat qilganga o'xshash. Nimaga hidoyat qilgan desa, dinininki alomatlari va hajning faoliyatlarini sizlarga bildirib, mushu to'g'ri yo'lni sizlarga deb berganga o'xshash. Deb berganda sizlarmi Allohni zikr qilinglar. Ve kema hadakumdaki kaf ta'lil uchun kelgan deydi. Kema hadakum degan Alloh sizlarni hidoyat qilganligi uchun degandek ma'noda demoqchida. Ve in kuntum in mashada mukhaffafa, yani asasi inna edi. Innahu. Haqiqatan sizlar ilgari ozg'unlardan edinglar. İlgari ozg'unlardan bo'lsanglarmi demek. Alloh hidoyat qilishdan ilgari. Ondan qaytinglar ey Qurayshlar, kishilar qaytgan joydan. İlgari ma Quraysh xalqi haj qilgan vaqtda Muhammad alayhissalom kelishdan ilgarimni haj qilib qolsa Arpat tutmay shu Muzdalifada turib qaytib ketar ekan to'q. Chunki Arpat haram chegarasining sirtida, Muzdalifa haramninki chegarasining ichida. Unda o'tgan ular biz haramning chegarasining sirtiga chiqib ketmaymiz deb Arpat tutmay Muzdalifa turib qaytib ketar ekan to'q. Shu ahvol qarata ma oyatda deyotdi hozir. Ey Quraysh jamoasi, kishilar qaytgan joy bo'lgan Arpatda sizlarmi turib aşağıdan mında qaytinglar. Demakchi bi an taqifu biha ma'ahum. Shu kishilar bilan birga Arpatda turish orqali
ilgiri ola aşı kişiler bilen Arapatı turishtin bosh tortib arpa tutmay Muzdalifada turadi deydi. Ma oyatga summa zikr ma gapni qilishdagi tartib uchun shunday kelgan deydi. Yani faoliyatni qilishga tartib bo'yicha ma'ning keyinda ma degandek emas. Ma gapni tartibga selish uchun mushtaq shu ma'noda kelgan demoqchi. Estağfirullah. Allah'ın yad etinglar. Gunohinglardan mag'firat talab qilinglar. Haqiqatan Alloh taolo mu'minlarni mag'firat qilguvchi, ularga rahim qilguvchi zotdir deydi. Bu oyatga binoan hajninki ahkomlarini bizlar so'zlasak, hajning farzi 3. Biri ihrom bog'lash, yana biri Muzdalifada turish, ya Muzdalifada turish emas, yana biri Arafat turish. Muzdalifada turish deb xatolashib qoldim. Arafat turish, uningkin tavofil ifoz qilish. Şu Arafat turish hajninki muhim ruknlarining birisi, farzining birisi. Arfatda turmay qolsa bir odam, faqatla shu Arafat kunisi shu Arafat turmay qolsa haji yo'q bo'ladimdi. O'sha yerda haj qon qilish bilan to'liqlanmaydi. Kelar yil qayt qilmasa olmaydi. Endi Arafat turishningki chek-chegarasi qanday desa, shu tush peshim bo'lguncha ash Arafatga berib, kechgacha Arafatda turib, kun o'ltiray degan chaqda Arafatdan mengishga boshlaymiz Muzdalifa qarab. Endi Muzdalifaga berib, oyada namoz bilan xutbani bir jami qilib o'qiymiz. Arfatda peshim bilan asrni bir jami qilib o'qiymiz. Endi bir odam Arfatga peshindan ilgari beribdi. Arfa kunisi. Ondan shu peshin zavoldan ilgari yana qaytib ketibdi. Zavoldan ilgari berib birdan turibla shu zavol bo'lishdan ilgarilamla tush peshin bo'lishdan ilgarilamla yana Arfatdan qaytib ketgan bo'lsa, u Arfatda tug'an hisoblanmaydi deydi ekan. Bu olimlarning ijmosi bilan shunday debdi buni. Lekin zavoldan keyin Arfatda tug'an bo'lsa, tush peshin bo'lgandan keyin Arfatga beribdi. Endi kech kirishdan ilgari Arfatdan qaytib ketibdi. Manda bo'lsa, uning haji tamom. Haji Arfatda tug'an bo'ladi deydi ekan. Faqat İmam Malikning qarashi buni o'xshamaydi ekan endi. İmam Malik bo'lsa, kechasi Arfatda bir oz bo'lsin turish kerak deb qaraydi ekan. Lekin qolgan imomlarning qarashida e, kechasi kech kirishdan ilgari qaytib ketgan bo'lsa, Arafat tug'an hisob bo'ladi deydi ekan. Lekin Arfatda hamda oqshimisi kechasi turib qolgan bo'lsa, shu Arafat kunisi kechida kunduzi masalan birda bir sabab bilan Arafatga kelib ololmay, masalan boshqa davlatdan kelgan odam bo'lsa, Arafat kunisi atiganda aeroplanga chiqib Jiddiga tushdi. Jiddidan Arafat maydoniga kelib qolish kech kirib ketdi. Bundan sonra shu kechasi shu kuni kech kirgandan keyin Arafatda bir oz tug'an bo'lsa-mu, shu hisob bo'ldi ekan endi. Arafat tug'anga hisob bo'ldi ekan. Bunun işte çekçeki rasma boşlandı ki. Hem Arpa tuturuşta yine şu Arap günü tuturuş gerek hem de. Şu et kurban et oldu degan günü sam tuturuş gerek. Onundan başka vakit tutursan hesap olmaydı. Bu muşundaq zil ibadet hem de. Yani gelip Arpat günüsü dua icabet olgan vakit. Şu Arpat günüsü Arpat meydanında naticik dua kılıveriş gerek. Arpat haj qilmagan odam bo'lsa, Arpa kunisi ro'za tutish sunnat hamda. Buning savobi naticik. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde şu 2 yıllık günah kaparat oldu dep kelgan Arafat günü tutkan rozga. Hem de Arafat'tan keş günü olturay degan chaqda Arafat maydonida mengib Muzdalifa qarab mangduq. Muzdalifaga berib u yerda namoz bilan xutbani jami qilib o'qiymiz dedik. Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah degan gap shu mana. Hem de فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Eğer ada kılsanlar hac faaliyetlerini, hacınlarının ibadetlerini ada kılıp bolsanlar, şu ki Cemretul Akabe'de taş attınlar, tavaf kıldınlar, tavafın ifazını ve Mina'da tudunlar. Muş arkalık hac ibadetini ada kılıp bolsanlar, Allah'ını zikir kılınlar. Tekbir etişi bilen, sana okuş bilen.
xuddi sizlar ilgari ota bobonglarni haj qilib bo'lgandan keyin faxrlanib ota bobonglarni tilga olganga o'xshash alloh taoloni shunday zikr qilinglar yoki unidan bakrak zikr qilinglar. Yani ota bobonglarni eslagandimi bakrak alloh taoloni zikr qilib eslanglar deydi. Ev eşedde zikradaki eşeddenin nesbi okuluşunun amili nima desa zikradın halot ba kelgan deydi. U zikraninki amili nima desa nesbi okuluşdaki. U uzkurudun mef'ulun mutlaq demoqchi bu yerda. Uzkuru bilan mansub bo'lgan. Yani agar zikran ashadda deb anidan keyin kelgan bo'lsa, ashadda zikraning keyinda kelgan bo'lsa, o chog'da ashadda zikroniki sifat bo'lgan bo'ladi demoqchi. Nega unda olmagan ekan, men tartibda ashadda zikro deb kelgandan keyin ashaddaga zikronik hol deb turib yorab qo'yamiz. Zikroni uzkuru bilan mansub bo'lgan deb yorab qo'ymaymiz demoqchi ekan. Demak, haj faoliyatlarida Arfatdan Muzdalifa qaytib kelgandan keyin bir qatim Allohni zikr qiling dedi va haj faoliyatini ado qilib bo'lgandan keyin yana Alloh taoloni zikr qilinglar, istig'for aytinglar deb o'tirdim. Demak, insonning har qanday bir amali, ibodatlari, yaxshi amallarimiz nuqsondan kam qilib qo'yishdan xoli bo'lolmaydi. Shunlashqa shu qilib qo'ygan nuqsonlarimiz shu haj jarayonida birasi bilan bir jidal mojaro qilib qolgan bo'lsak yoki bir faoliyatlarni kam qilib qo'ygan bo'lsak, shunga qarata Alloh taoladan mag'firat tilab, mushta istig'for etish kerak endi. Shu har qanday amaldan keyin shu istig'for etish mashru'um shunga. Har qanday bir yaxshi amal qilib bo'lgandan keyin. Namoz o'qib bo'lgandan keyin masalan salom berib bo'lgandan keyin astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb 3 qatim istig'for etamiz. Bu hammasi ham sunnat amallar, mustahab degandek. Hem keyingi o namozdagi istig'for etishni sunnat demoqchimda bu yerda. Hajdagi istig'for etishmi oyat kelgandan keyin buning hukmi ayrim. Yani istig'for etmasa haj durust olmaydi degan gap yo'q. Yani istig'for etish mushta muhim bu yerda. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. Kişilerin içinden şundak bir adamlar var ki ula Perverdigarimiz bizge dünyada nasibimizni bergin deb şuna deydi. Onunğa şu dünyadaki nasibisi berildi. Lekin onunğa ahirette hech qanday bir nasibi yo'q. Va yana kishilarning ichida shunday odamlar borki, ular Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar deb mundoq deydi. Ya Parvardigorimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin. Oxiratga yaxshilik bo'lsa jannatdir, do'zax azobidan saqlagin degan shu do'zaxga kirmaslik bilan bizni do'zax azobidan saqlab qolgin degandek bo'ladi. Bu bo'lsa mushriklar bilan mo'minlarningki holini bir bayon qilish. Yani mo'minlar bo'lsa dunyo oxiratning har ikkisiniki yaxshiliklarini tilab duo qiladi. Mushriklar bo'lsa shu dunyoda bizga berilgan narsa berilsa oxiratda bo'lmasa mayli degandek ishlar deydi demoqchi. Buningki maqsad nima bo'lsa, dunyo oxiratning yaxshiliklarini talab qilish, qiziqtirish. Kema va'ada bis-savabi alayhi biqawlihi. Hamda dunyo va oxiratning yaxshilikni talab qilgan bo'lsa, uning qarta Alloh taolo savob va'da qildi. Ya'ni ulaika lahum nasibun. Oshlarga nasibisi bordir, ularning qilgan amaliga qarta. Ya'ni haj duodan iborat shu qilgan ishiga qarta, amal qarta savob bor. Alloh taolo nihoyatda tez hisob olg'uchidir. Maxluqotning hammasini hisob oladi. Dunyoning kunlaridan bir kunduzniki yarmichilik miqdorning ichida hisob ep bo'ldi deydi. Odam alayhissalomning davrini tortib to qiyomat qoyim bo'lguncha yashagan insonlardan, jinlarning hammasidan Alloh taolo biz sanayotgan kunlarning ichidagi yarim kunchilik miqdorning ichida hisob ep bo'ldi ekan. Hadisda shundoq kelgan debdi. Ba'zi kishilar Parvardigorimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ya'ni shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'rdi. Allohning hisob elishi tezdir. Ya'ni shuncha ko'p xaloyiqdan
qisqa vaqt ichida hisob ilib bo'ladi. deydi. Ma oyat ma duoni bizga Alloh taoloning eslatishi endi o'sha hajda o'sha dunyo va oxiratning yaxshiliklarining hammasini tilab duo qilish kerak demoqchida bu yerda. Haj vaqtida Arafat kuni sevandan keyin shu duoni ko'p qilib bilish kerak bo'lgandan keyin dunyo va oxiratning yaxshiliklarini hammani so'rab duo qilish kerak ekan. Vezkurulloha fi ayyamin ma'dudat. Allohni zikr qilinglar sanoqli kunlarda. Yine sanoqli kunlarda, tashriq kunlarida Allohni yod etinglar. Yana namozlaringlarning oxirida takbir aytinglar. Minodan oldirib 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkomlar taqvodorlik qilib, hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar, bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilisizlar. Yine vezkurullohadagi bu Allohni zikr qilinglar degan Jamratul Aqaba shaytonga tosh etayotgan chog'da takbir aytish bilan Allohni zikr qilinglar. Yine har bir qatim shayton tosh otganda bismillohi Allohu akbar. Bismillohi Allohu akbar deb atamiz. Sanoqli kunlarda, yine tashrixniki 3 kunida. Zulhajjiniki 11, 12, 13 kunlari. Femen taajjala kimiki oldirgan bo'lsa, Minodan qaytib ketishga oldirsa 2 kunda. Tashrih kunlarininki ikkinchisida. Mesela Zulhacı'nın 11. günü şeytan namesiga yeti oldin tashatdiq. Zulhajjning 13 günü ama şeytan namesiga yeti qatimni tashatdiq. Tashatib bo'lgandan keyin haj faoliyatini tamomlab qaytib kelsa, Minodagi faoliyatini tamomlab qaytib kelsa, e, uningga hech gunoh bo'lmaydi demoqchi. Va man ta'akhkhara va man ta'akhkhara fala isma alayh. Kimiki kechiksa, Zulhajjning 13 kuni shaytonga tosh etib bo'lgandan keyin yana bir kech qo'nib shu kuni oqshimisi Zulhajning 13 kunisi yana shaytonga yetti toshni etib mundoq qilgan bo'lsa demoqchi. Uningga gunoh bo'lmaydi. Ular mushunda ixtiyorlik berilgandir deydi. Am gunohni nafiy qilish fala isma alayhi deb gunohni nafiy qildi. Gunoh yo'q dedi. Bu gunohning yo'q bo'lishi Allohdan qo'rqqan odam uchundir. Haj faoliyatlarida haj faoliyatlarini to'liq qilib cheklangan ishlarni yiroq turib Allohdan qo'rqqan odam uchundir. Mushundaq haj qilgan odam haqiqiy hoji bo'ladi deb Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar Allohning dargohiga yig'ilisizlar. Oxiratda ashta yig'ilisizlar. Alloh sizlarga qilgan amallaringlar bilan jazo yoki mukofot beradi. Alloh taolo hammalarni iymon bilan yashab, iymon bilan ketgan bo'lsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.